Bular faqat prosmotr uchun ishlaydi, like uchun ishlaydi deganlar uchun bir emas, qo'shaloq mashinalarni qo'yishda davom etamiz. Faqatgina ulgurish uchun bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishlaring kerak, chunki bunaqa mashinalarni qo'yishimiz bilanoq 5 minut, 10 minutda baraka bo'lib ketadi. Narxlarini eshitsalaring haqiqatan jinni bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa, bizda faqat arzon narxlar. Bir so'm boshlanish to'lovsiz bemalol xarid qilsangiz bo'ladi, katim holatingiz a'lo holatda bo'lsa. Mashinamiz 2019-yil, arqa bagaj va mana shu tomonda krilosida kraskasi bor. 3-pozitsiya, hamma narsasini tayyor qilib qo'ydik, hech qanaqa ishi yo'q. Narxini $8500 qilib belgiladik. Nasiya savdoga narx-navo o'zgaradi. Narxi naqd pulga 8500. 2022-yil polni navorot qilingan mashina, ustlari broni pulyonkalar bo'lgan, chiroyli nomerlar taqilgan, tonirovkalari ham yangi ruxsati olingan, 100% shumka bo'lgan. Mashina hech qanaqa kamchiligi yo'q. Bemalol katta bolalarning mashinasini xohlasangiz oq, xohlasangiz qorasini bemalol NBN jamoasidan xarid qilishingiz mumkin. Narxini $12900 qilib belgiladik. Bu mashinalarning bozordagi bahosi hozir bularniki 14,5 ming, buniki $10,000 atrofida. Bizda 1,5 ming, $2,000 arzoniga qo'yibmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, uzoqlarda o'z fikringizni qoldiring.